Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun zulm va uning jazosi haqida to'xtalamiz. Zulm degan so'zning lug'atdagi ma'nosi bir narsani o'z o'rnida qo'ymaslik, ishlarni o'ziga loyiq shaklda qilmay, aksicha qilish degan ma'nolarni bildirdi. Qisqacha qilishga tegishli ishni joyida qilmaslik va uni boshqacha qilish zulmdir. Islom atalg'usida haqsizlik qilish, nahaq ish qilish, uval qilish deganlarning hammasi zulmdir. Endi zulm degan so'zdan mas'ullarning qo'l ostidagilariga, hukumatlarning xalqqa zulm qilishini tushunib olish bu naqislik. Chunki zulmning turlari intayin ko'p. Hayotlikning hamma sohalarida va insonlarning nurg'unlagan ish harakatlarida va gap so'zlarda, muomalalarda digida ko'rilib turadi. Zulmni üç türlü bölüşkü buludu. Birincisi Allah Teala'ya haksızlık kılış. İkincisi Allah Teala'nın mahlukatına uval kılış. Üçüncüsü öz özüge zulüm kılış. Hem de Allah Teala'ya haksızlık kılış diyen kandak buldu. Allah Teala'ya haksızlık kılış diyen Allah Teala'nı inkar kılış diyenlik. Yani Allah Teala'nın hemmini yaratquchi ve hemmiga rizq berguchi, hemmining ishlarini taqdir qilguchi, yegona iloh bo'lganligi uchun e'tirof qilinish haqqi bor. Alloh taolaning yegona iloh, ibodat va e'tiqod qilinishga haqli bo'lgan yegona iloh, yegona yaratquchi deb e'tirof qilinish haqqi bor. Musha haqqini bermay, uni inkor qilganlik Alloh taolaga qarata haqsizlik qilganlikdir. Vel kafiruna humuz zalimun deydi Kur'an-ı Kerim'de. Kafirler zalimlardır. Yani haksızlık kılgıçlardır. Allah'ın inkar kılışı arkalık. Yine Allah Teala'ya şirk keltiriş bu. Allah Teala'ya haksızlık kılganlık buludu. İnne şirke la zulmun azim. Şeksiz ki Allah'a şirk keltiriş çoğun haksızlıktır diyen ayet bunu ifadaleydi. Çünkü yalnız ibadet kılınış Allah Teala'nın hakkı. Zaten ibadet birla Allah Teala'nın hakkı. Allah Teala'nın başkalarına çokunuş, başkalarına ibadet kılış bu haksızlık ve zulüm. Bulup mu ibadet, yalnız ibadet kılınış Allah Teala'nın hakkı boğan iken bu hakkını Allah Teala'ya bütün bermey Allah'a ibadet kılıp ve başkalarına çokunup bunda kılış Allah Teala'nın ki yegane ibadet kılınışın boğan hakkını bermegenlik buldu. Şuna bu zulüm kılganlık, yani haksızlık kılganlık buldu. İkincisi, başkalarına zulüm kılış. Beyli insan bolsun, hayvan bolsun, nim bolsun, başkalarının hak hukukunu defsendi kılış, ulanın ziyanını uçurtiş, insanların abroyunu düşürüş, katarlıkla. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا Sizlerden burunki ümmetlerini zulüm kılganlık için halak kıldık diyen ayet bunu ifadalıydı. Başkalarının hakkını eliveriş zulümlerinin en çoğu. Üçüncüsü öz özüge zulüm kılış. Bu nefsi şeytanın arkasına girip Allah Teala'nın emir fermanlarını orundamaslık ve günah məsiyet işlerini sadır kılış diyenlik. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Biz ularga zulüm kılmadık. Lekin ular özü zulüm kılgan idi degan ayet bunu ifadalıydı. Hem de ictimai hayatta zulümün körünüşleri intayin köp. Erlerinin ayallarga zulüm kılışı ve bazı ayallarının erlerge zulüm kılışı. Ayallar erlerge qanday zulüm kıldı dese, erlerge özü götürülmeydiğen yüklerini yüklişi. Onunki küçü yetmeydiğen işlerini talep kılışı ve o şunda kılıp onu haram kol uzatışka mecburlışı. Yani aileninki talepleri intayin köp bolganlıktan o biçare erler şu hayatının taleplerini kamdayman, ailemni razı kılman deb bazısı haramga kol uzatgan işler bulup da bu ayollarninki erlerge zulüm kılganlıktan kelgan iş. Onunkin ata-analarning balalarını terbiyeleş işlerinde özlerinin mecburiyetlerini ada kılmaslığı bu mu balalarga zulüm kılganlık. Onun balalarının ata-anasını qaşıtışı, onların sözünü anlamaslığı ve onlarını layıkıda hürmetilmesliği
mu zulüm kılganlık ata-anaga. Onunki qo'shnilarga azar berish, bularga zulüm kılganlık bo'ldi. Baylarning yo'qsullarga zulüm qilishi, qo'l ilkida bar kishilarning urug' tuqqanlari bo'lsin, qo'shnilari bo'lsin, to'nishlari bo'lsin, shularning bir xeyr saxovat qilib, ashlarning qiyinchilikni hal qilmasligi ularga bir zulüm kılganlık hisoblanadi. Onun için urug' tuqqanlarga zulüm qilish, ya'ni urug' tuqqanlarga kerak bo'lgan sil rahimni qilmaslik ularga zulüm qilganlik bo'ldi. Chunki sil rahim qilinish urug' tuqqanlarning haqqi, o'sha haqqni bermaganligi zulüm qilganlik bo'ldi. Muallimning o'quvchilarga zulüm qilishi bu qanday bo'ldi? Muallimlarning o'quvchilarni yaxshi tarbiyalamasligi, qattiq qilib dars o'rgatmasligi, ularning oltindek vaqtlarini zoya qilib o'tishi, bu zulüm qilganlik bo'ldi. Müslümanlarga zulüm qilish, ya'ni musulmonlarning uning fikr iqimi, yoki mazhabi, yoki millati, yoki rangi, yoki davlati sababli ularni chetga qo'yish, ularga zulüm qilganlar. Musulmon emaslarga zulüm qilish. Musulmon emaslarga zulüm qilish, bu musulmon emas-ku deb ular to'g'risida adolatli ish qilmaslik, ularning haqqini elib olish va ularni xarlash bu hamda zulüm qilganlik bo'ldi. Chunki musulmon odam boshqalarga zulüm qilmaydi, haqsizlik qilmaydi. Hamda hayvonlarga zulüm qilish, bu ba'zi hayvonlarga o'zi ko'tarolmaydigan yuklarni ortish, och qo'yish deganga o'xshash hamda har xil hamda. Unga yolg'on so'zlash va so'z turmaslik bu zulüm qilganlik. Chunki yolg'on so'zlash orqali boshqalarningki buningga bo'lgan ishonchisini yerda qo'ygan bo'ldi. So'zni turmaslik orqali boshqalarningki vaqtini o'ltirgan bo'ldi. Bu uning haqqini yegan bo'ldi. Shuning bilan bu haqsizlik va zulm qatoriga kirdi. Mumkin paraxo'rlik qilish va para berish. Para berish orqali boshqalarning haqli bo'lgan haqqini qayirib etib, o'zida haqli ko'rsatish, o'zining ishini qilib olish qatorliq ishlar masalan. Onun sodada aldamçılık qilishmi, satmoqchi bo'lgan malning aybini yo'shirish, yolg'on so'zlash, satmoqchi bo'lgan mallarga boshqa mashhur markalarni chaplab setish, bumu axirdorlarning haqqini g'asb qilganlik uchun bumu zulm qilganlik bo'ldi. Chaqimchilik qilish, kishilarning arasini buzish, bumu insonlarga zulüm qilganlik bo'ldi. Demak, bu zulmning turlari intayin cho'ndi. Zulmning jazosi, zulmning hammasi qat'iy harom. Qanday bo'lsin? Chunki Alloh taolo zulmning hammasini cheklagan. Zulm qilguvchilar cho'qim jazosini topadi. Alloh taolo Qur'on Karimda bütün insoniyatga qaratib, "Va may yazlim minkum nuzuquhu azaban kabira." Sizlardan kimki zulm qildigan, uningga biz cho'ng azobini tetitimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zulüm kılışını saklanırlar çünkü zulüm kıyamet günde zulmetlerge aylanıdı degan. Ülemalar bu yerdeki zulmetlerini zulüm kılgıçının yolunu tutulduğun karangılıklar ya ki onun beşiğe kildiğin zor kıyınçılıklar dep şerhilgen. Yani zulüm kıyamet günde naiti bek cezası eğir buludu bunu. Ama zulümün köpü muşu dünyada cezası birildi yani. Zalimler muşu dünyada özününki cezasını çekidi. Bu hemmesi emas. Allah Teala'nınki bazı zalimlarni muşu dünyada özününki kılgan zulmünün cezasını birişi şu zalimlarga başkalarga ibret kılış için. Ama onun hakiki ceza ahirette buldu. Bu dünyadaki şu zalimni başkalarga ibret kılış için ajında köstüdü. Şunda kısıda nayt köp hayatımızda oylap görsek anlıqallarımız, kögellerimiz, hatta belki yaşıqallarımız nayt köp zulüm meselesinde. Mesela isim geçip kaldı mı şu Saudi Arabistan'daki Yanbo degan yerda bir yaş bunda çoğun başında mal to'shiydi ekan. Bir kuni Riyozdan birisi telefon qilibdi onunga. Bizning aşı Yanboda qo'ylar bor. Aşı qo'ylarni Riyozga akib beramiz degan. Ma'qul akib beradi degan. Qancha pul olasiz deb. Degani endi u ya Yanbodan Riyozgacha 900 kilometrga yaqin bo'ldi. Endi 1000 riyaldan jiqroq bo'ldi degani u odam tamam ben 1200 riyal beray akib bergin degan. Ma'qul deb bu yosh qo'shilib keçilab aşı qo'ylarni besib Riyozga bordi. Borgandan keyin
Ay degan adresga apirib qo'ylarning hammani tushirib birdi. Tushirib bergandan qarasa, shu cho'ng bir boyning ekan o. Cho'ng qo'ylar. Petish mehmon ichida, mehmon bor. Adam qo'ylarni eplab gap qilmay ishni yapib ketibdi ichi. Ketgandan bu o'ylabdiki, hamda bu yer mehmon kirib chiqib qilyotdi. Meni mishar chaqirdi, herhalde shu kechlik tomoqimni mishar yeyman go herhalde deb qo'sqinni ocham. Yanchi o pul samay chiqqan gap. Faqat benzin uchun 100 riyal elib chiqqan bo'lib, o yo'lda benzin qaçılgan, yanchiqda hech qanday pul yo'q ham. Saqlab o'tirdi. Mehmonlar kirib chiqdi. Chiqdi mehmonlar akşam bo'ldi. Xuttamning vaqtini o'tab ketdi. Hamma mehmonlar chiqib ketdi. Shuni buni chaqirmaydi. Shuningda eshikni qaqsa, adam chiqib, meningki pulimni berib aytgan bo'lsangiz degandikin 100 riyal berdi bunga. Ya bu 100 riyal emas, 1200 riyalga dishkandik biz. Sizde telefonda shuna dishkandik, shu bo'yicha men kelgandim degandim. 1200 riyal bermayman, 100 riyalni alsang al, olmasang ket deb ishni jangida yeb bitib yuzga. Ana ketdi. Ketgan bidan turib ishni yana qaqib yana chiqib ketgan adam. Mening haqqimni bermamsa, siz shuna lavzilashgan-go men yan bodun keldim. 1200 riyalga dishkandim. Bu 100 riyal ben ketenmeyme. Bunun benzin alsam mı aran yetidi ya yetmeydi. Kuzkan tehi aç diyendikin. Onunla benim çatıkım yok. 100 riyal benim birdiğinim. Alsan al, almasan ket dep işini yapat diyendikin. Şunun dikin bek kapolap bu bala. Hem de aç belge 100 riyalga maşinaga benzin alayım dep. Benzinlikqa kelgan vaqtida benzinni qachilab turib, undikin mashinasiga o'tiray deganda bola yiqib tushdi. Qattiq qusqa ichib ketganlikdan va qattiq shu xafa bo'lganlikdan bu nervis qattiq charchab ketib yiqib tushgan. Yiqib shu aylanib ketgan bu. Aylanib ketgandan keyin shundan keyin bu atrofdagilar ular shu tez qutqizish doktorxonasiga olib birgan. Doktorxonaga olib birib, unga bir soat qarab qilgandan keyin o hushiga kirgan. Hushiga kelgandan keyin bu bir doktor uning ahvolini so'ragan. "Nim bo'ldi sana?" degandan keyin qusqamni bak och va ko'nglim qattiq bir aram bo'lganlik shuni aylanib ketibdi degan. "Nim bo'lganda beshing nima o'tdi?" degan. Hammani deb bergan bu. Ben 200 riyalga dishkandim. Aşı kichicha ayda benib kelibmishaga. Ayda akib bersam, aşı 100 riyal verdi. 100 riyalga benzin qaçıldım, qusqam shuncha och degandikin. Bo'ldi xapo'mig'in deb doktor uni bir oshxonaga berib qusqini rosa to'yg'izib 1200 riyalni berayotganda bunga 1200 riyalni xapo'mig'in ketga yutanga deb. Shu mashinada o'ltirib ash yanbug'i bag'ishlak 900 kilometrga yaqin 879 kilometr shunda hamda Riyozdan yanbug'i. Aş bağıçlar, aş maşında aşı zalimga beddua qılıp mağdı. Ey Allah, muşu zalimning zalimliğini bana kösetkin. Muşu dünyada bana kösetkin. Muşu zalimninki qandaq jazalanganligini men ko'ray, kömey ölmeymen. Deb bitirib onunga beddua qılıp bitirib bana yaxshilik qilgan kishiga, ey Allah şu kishiga yaxshilik qilgan. Man qilgan yaxshilikni necha hassa qaytirib bergin deb og'zimda aşı yadolab ketdi deydi. Bağıçlar ayda deb mangdim. Bitirib bunday qahrolib yig'layman, achchig'imdan yig'layman deydi. Ashunda bordim deydi. Berib andı. Ketdim yutumga. Shunga bir qancha yil o'tdi. Araliqda men o'ylandim. Uni 6 yildan keyin yana bir ish bilan shu Riyozga kelib qoldim. O aralıkta ben hizmetke çıktım, hizmet taptım. Hizmet işi bilen Riyozga kelgandim. Kelip bir vakti bir namaz şamga ezan çıkıp kaldı. Bir meşitke keldim. Meşitte namaz şamını okup çıksam, meşitninki işkinin aldıda bir adam tilencilik kılıp oturdu dedi. Hem Saudi Arabistan'daki namazını birlikte okup, namazını çıkıp bulap da şu işkinin yanında oturup pul tilayt kalabağımda. Pul tilayp oturdu. Bunda karısam, bana bir tunuştak bir adam geldi bu. Ben burun kögendek bir nime geldi. Da oylap görsem, ay bana zulüm kılgan adamın yüzü şu deydi. Yüzü. Yani bunu bu ta'kidlab bakay deb yiroqda turib, bu
Bu adam telefonumu mende bo'lgandan keyin telefon qildim deydi. Telefon qilib, "Assalomu alaykum, tag'a qanday ahvolingiz?" desam, "Ha, yaxshi, Allohga shukr." Dedi, "Shuni siz qanday bo'lib bu holga tushib qoldingiz? Bu tilamchilik qilyapsiz-ku?" Desam, "Men katta boydam. Nurg'un shirkatlarim bor edi mening. Katta uylarim bor edi, oilam bor edi. Qarziga petib qilib, hammasi qo'limdan ketib qoldi. Men hozir yotitgan yerim yo'q. Qaya uchursa ashad yotman. Kim binasi basi shuni yeyman, topsam yeyman, topmasam buni och yurman. O'sha holga tushib qoldim" deydi. Ovozim shu, rangi ro'yim shu adamimda. Shu bo'lgandan shu chaqda ko'nglimga shayton bir keldi deydi. Endi qishig'i berib, "Hey ko'ra, men qanday zulm qilgandan, sening shu men qilgan zulmingni Alloh sana ko'rsatdi meni" deb digim keldi deydi. Ammo bu odamga ham deyliqi o'lmakning ustiga tepmak degandek buni andamı qilmayamdi. Mayli bu odam menga shunday zulm qildi. Ammo men mushu yomonlik qilganga men yaxshilik qilay deb aşağıda turib ra'yimni o'zgartirib, qishqi berib, salom berib, "Tag'a, qusqingiz ochmi?" desam, "Qusqam bek ichib ketdi" dedi. "Emisi siz bu yerdan ketmay turing, sizga men tamoq akelay deb ketdim" dedi. Ve o pul, yancuqumda pul yo'q, endi bankadan elish kerak. Alitqa o pul altgan makina boya yaqinda emas ekan, yiroqda ekan. Yiroqdan izlab yurib uni topdim. O pulni elib, oshxonga berib, tamoqni elib kelpoqcha xuttam namozimni tugab qoldi. Xuttamni o'qib bo'ldi kishilarga. Shuni ular endi bu odam ketib qolganmi, qanday bo'lgandi deb endi xuttamdan keyin keldim. Kelsam, och mechitning ishining tubida o'ltiribdi odam. Shuni "Hay tag'a, men tamoqni yeyman" deb qildim. Shu tamoqni ishtiha bilan yeb ketdi. "Sizni ketib qolganmi debdim-a" desam, "Ati atdigangacha desangizmi, men kechigacha o'zim o'ltiratdim mishada" dedim. Shuning bilan uningga 1200 lirani, riyalni aşı menga doktor bergan 1200 riyalni ay doktorning haqqida sadaqa qilyaptim. Savobi ay doktorga bo'lsin, doktor menga ayda yaxshilik qilganda, shu kishi uchun mushuninga bo'lsin deb ay menga zulm qilgan kishiga mushu 1200 riyalni berib etdim. Berib etib chiqib, mashinamga chiqib o'tirib, Alloh taologa shunda shukr qilib ketdimki, Alloh taologa bo'lgan iymonim necha hassa kuchlanib ketdi. Allohning adolatiga va Allohning duoni ijobat qildiganligiga va Allohning ulug'ligiga bo'lgan iymonim shunchalik bek kuchlanib ketdi. Men Allohga mushu zolimning mushu jazosini ko'rganligini, shu jazosini menga ko'rsatgan, men ko'zim bilan ko'ray debdim. 6 yildan keyin Alloh taolo menga shuni ko'rsatdi deb shunda deb berdi. Bu yoshcha. Endi biz nurg'un ishlarga biz diqqat qilmaymiz, ammo Alloh taolo adolatlik. Alloh taolo mushu dunyoda ishlarni tamshab qo'ydi. Bularmi kishilarning haqqiga bo'lgan, kishilarga qilgan yomonlikning jazosini oxiratga qo'yib qo'ymaydi. Mushu dunyoda binasi qilyotdi deb qiladi. Endi oxiratga qo'yib qo'yganda asosan Alloh taolaning qil va qilma degan shariatning amr farmonlariga xilof qilganlarni Alloh taolo oxiratda xolisa kechiradi, xolisa uni azoblaydi. Ammo boshqalar qilgan yomonlikni oxiratda jazolaydi. Ammo mushu dunyoda shu yomonlikni umuman kishilarning bir-biriga qilgan yomonligini mushu dunyoda tetitdi, zolimlarga tetitdi. Biz hamma ishlarni bilib bilmaymiz endi. Masalan, shu Suriyada Muhammad Ratib Nablisi degan suriyalik katta olim deb birdi. Bir odam atdiganda kelib raxt to'kunib ekan, raxt to'kunni ichib shunda turishiga bir to'y bo'lganmi, nima bo'lgan, ashu bir sirtdan kelgan bir qalaymiqan bir o'q tegib, bu odamning umurtqisiga tegibdi deydi. Tekin aşağıdan palajlab yetib qolibdi u odam deydi. Yetib qolgandan bu atrofdagilar bak ish chaqiribdi endi buni. Bu odam o'shdan halol rizq uchun do'koniga kelib, do'konni ichib bunda ish qilyotadi. Baka bir nahaq bir o'q kelib bu odam endi o'shdan palajlab qoldi, dishib ketgan. Bir kuni
Muhammed Ratib'in ablası meşrike gidip basa, cemaatlerden birisi. Karıslarımız muşunda buna hakçılık ulandı. Bu adamın aşkına günahı olmasa, dokununu içip duruşu bir tane ok digip, bu adamın peleş kılıp koydu. Okun kiminin atkallıkını bilmeyimiz bunu. Yetip kaldı bu adam. Degenden Muhammed Ratib'in ablası deydi. Bunun hikmetini Allah üzü bildi. Biz bukmayımız hem de. Dep kettim deydi. Bir haftadan keyin yana aşağıdan aldığımda tutsam. Ya imam, qaraslar o'tganda bir adamning ahvolini degan-ku men sizlarga o'qitaydi deb. Shu adamning qissasini men sizlarga aytib beray. Men o'zim qo'shnisidan bundan qissasini angladim deb. Nima bo'ldi desa, u adam o'zining ukisining bolalariga vakillik qilgan adam ekan. O'zining ukisi 5 bolasi bilan o'zining ukisi vafot bo'lib ketgan. Endi onu qarg'uvchisi bo'lmagan ekan, bu bütün aşı taalluq, öy, hamma narsa bolalar kichik bo'lganda akisininki qarashida bo'ladi ekan hamda aşı cho'ng uylar bor ekan. Akisi shu bolalarga qarab qo'ydi ekan hamda. Shundan keyin bolalar cho'ng'iydi ekan, cho'ng endi men bizning uyimizni endi bizga qaytarib berang desa, bu odam öyden çıkınlar sizler. Sizler hakkınız yok. Diyen bu dadamның uyda, diyen dadamның ki uy emas, mening uyam bu. Bu çakışı ben sizlerine baktım. Hem de sizler öyden çıktınlar dep uyunu tatbep. Tatvagan ki vallahi biz neye çıktımız? Bu dadamızın, üzümüzün uya, tağa anda kılman uyumuzun birin diyen ya sizlerine hakkınız yok çıktınlar dep aşı öyden çıkırıp etipti. Çıkırıp atkandıkken bu balla aşı mescidinki başka bir mescidden bir imamının kışkı veripti. Tağımız bizni muşunda kıldı. Bu qanday qilamiz degandan imam ben sözlep qo'yay deb beripti onunga tağısqa. Anda qilmama yetim bolalarning ko'zini yosh aqtuvsangiz bo'lmaydi. Bularni uydan chiqarib olsangiz nagi bordi bu bolalar degandan yo'q, uy mening chikassin deb qat'iy gapini unutmayotgan. Unutmagandan shuni bilan u imam bolani yig'ib deydigan. Bolalarim tağanlar sizlerning gapinglarni anglamadi. Endi sizlerning gapinglarni eng anglaydigan, ijobat qiladigan zot Allah. Sizlar Allohga yolvorib, Allohga dardinglarni tuganglar, boshqa chora yo'q deydigan. Shuni bilan shu vaqt kech soat 9 ekan shu. Kech soat 9da bu bolalar rasmi qo'lni ko'tarib yig'lab turib duo qilgan. Ey Alloh, o'zingga topshirdik bu ishni, o'zingga havola qildik. Bizim o'sha ahvolimizni o'zingga havola qildik deb duo qilgan. O adam ettigen saat 9'dan 9'u şu dükkanını açqa vaxtida oq tegibdi. Oq tegib pəlaj ola alğandı. Demek hem de bazı zulümlarının cezası keçikmeydi ekan. Bazı zulümlarının cezası bir qancha yildan keyin berilse, bazı zulümlarının cezası pek keçikmeyla vaxtida berildi ekan. Endi bu adamninki oq tegib g'ayibdan kelgan o'qilan palaj bo'lib qolganligi ish chaqirgan odamlar ma adamninki 5 tikima qissasini anglagandan keyin haq bo'libdi bu odamga haq bo'libdi deydi, hech kim ish chaqirmaydi. Mushunda ahvollar hayotimizda nihoyat ko'p endi.